Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Xo'p, srochniy bitta video qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. Xo'p, ertalab keldik, mashinamizni yoqdik, ekskavatorimizni yoqdik, hamma yoq datchiklari, masla urinlari hamma yoq joyida. Obedgacha ishlandi, где-то shu 11-12largacha ishlandi. Keyin srazu motorxonadan kapot tagidan shovqin qattiq shovqin chiqdi. Keyin srazu o'chirdim, ko'rib turibsizlar, sterilni tushirdim srazu. Tushib qarasam, kapotda ne ko'z bilan qarasam, reyting turibdi do'stlar. Bu yerda mana ko'rinayotgan bo'lsa, parra singan do'stlar. Bu parrak nima vazifani bajaradi deganlarga, bu parrak bizning radiatorimizni sovutib beradi. Bitta radiatorimiz bor. Bitta radiator dalivkasi mana radiatorga shu antifriz yo tasol bo'lsa tasol shu yerdan zapravka qilinadi. Bu yerdan urgani o'sha oynaga qarab turib dalivka qilinadi do'stlar. Xo'p. Nima deymiz endi? Baribir Xitoy. Baribir Xitoy. Mashinamiz unchalik eski emas. Biz o'tgan yil sotib olingan. Men olganimda Matachesov где-то 1000 yurilgandi, 1200 atrofida yurilgandi. Unchalik nagruska ish emas, unchalik shu pisok keladi, pisok только hali qilamiz, gruzit qilamiz. Unchalik motor to'xtovsiz qizib ketadigan darajada unchalik haligi emas. Nagruska yo'q. Oddiy ishlab turgan xalastoy holatida ham shunaqa holat bo'ldi. Xo'p, motor sistemasida bu Zoomlion ekskavatorida birinchi holat emas. Oldin o'tgan yili mart oyida edimi? Yo mart oyida, yo may. Adashmasam. Xo'p, ularda obratni klapani bo'ladi, mana bu yerda. Mana hozir ko'rsataman. Mana shu yerda mana obratni klapan. Obratni klapan bu hozir двойной filtr bo'ladi. To'plevaniki bu, solyarkaniki. Solyarkani birinchi aslonoy haligisi katta filtr pastda turadi. U podacha qiladi bu ikkalasiga. Bu podachaniki, bu obratkaniki. O'rtoqlar, o'tgan yili bizniki trubkalarda sal havo turib qolganiga buni kachati bor, ruchnoy kachati. Ruchnoy kachat qilib, просто turgan joyda sinib ketgan. Shunga hayron qolganman. Keyin buni отдельно ochib o'zini короче remont qilganmiz qo'ldan kelgancha. Buni videolar, rasmlari bor. Rasmlarni keyin qo'yaman montajda. Oddiy turgan joyida просто sinib qolgan. Bolt. Metallический bolt. Tasavvur qilinglar. Akalar, men qo'limda o'sha singan bolt atxoti, golovkasi. Keyin buni men ochib olib, svarka qilib, joyiga apparatni qotirib qo'ydim. Shu bilan ishlab ketdi. Qisqasi shunaqa do'stlar. Motorimiz o'ziga kelsak, motorimiz Cummins kompaniyasidan qo'yilgan Zoomlion ekskavatoriga 6 talik, mana ko'rib turibsizlar. Shunaqa qisqa qilib aytganda, Xitoy ishlab chiqarilgan ekskavatorlar, вообще-то любой texnikada shunaqa ошибкалар chiqyapti. Bitta menda emas, qolgan mana bizning katta guruhimiz bor. Shu guruhda ham ko'p kishi aytayapti, Xitoyda chiqarilgan ekskavatorlarda ko'p haligi problema bo'lyapti, tez buzilib qolyapti. Endi do'stlar, Xitoyda ishlab chiqarilgan ekskavatorlar ko'pi qayta ishlangan metalldan qilingan, qayta ishlangan. Nima deydi? Mana utilizatsiyadan chiqqan metalldan ishlab chiqariladi. Utilizatsiyadan chiqqan qayta ishlangan metallar unchalik ham chidamlilik darajasi unchalik ham качественный emas. Shunaqa do'stlar. Ishlab beradi. Unaqa dolg emas.
unaqa uzoq emas. Xo'p, mexaniklarga yetdik. Buni patent qilishga hozir karkasni yechamiz. Metallist karkasimizni rementdan ozroqgina qiyshayib qolibdi. Buni ham to'g'rilaymiz. To'g'rilash uchun bittagi mana valni yechib, sal orqaga qilib, boshqatdan aylantirib olish kerak. Joyiga tushib ketadi, xudo xolasa. Shunaqa gap do'stlar. Bizda shunaqa problema. Do'stlar, kuzatib boringlar. Videomizni qo'yib boramiz. Yangiliklar bo'lsa, aytgancha bizda havo plyusga o'zgarib bormoqda. Bahor keldi, bilasizlar. O'tgan yillarga qaraganda bu yil bahor juda ham ertachi keldi. Bizdagi deta may oylarida sekin quyosh chiqib, bahor alomatlari sekin bilinishni boshlardi. Bu yil sal ertachiroq keldi. Qorlar уже erib, yo'llar lijnovkalar dabdala bo'lib, kasha bo'lib, shunaqa o'rmondamiz. O'rmondan havosi juda ham toza, jimjit. Shunaqa tabiat do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Okay, let's go.